Raqamingni berasanmi? Men senga o'zim qo'ng'iroq qilaman, xo'pmi? Mabodo senga men yoqasan. Zerikkanimdan hozir uxlab qolaman. Eshitaman. Men negadir uxla olmayapman. Nimadandir bezovtamisan? Ha. Mabodo senda meni Instagram akkauntim yo'qmi? Men haligi uni qanday topding? Shunchaki topdim-da. Menga bugungi chizgan rasming yoqdi. Kechir. Nega endi? Shunchaki. Yozgi o'qish ertaga boshlanadimi? Ha, shunday. Menimcha ikkimiz bitta sinfdamiz. Menimcha men uxlaydigan paytim bo'ldi. Nechida uxlarding? Vaqtiga 5 daqiqa qoldi. Unda men ham uxlayman. Lekin bilasanmi nima? Agar birozgina kechroq uxlasam hech nima qilmaydi. Bor yo'g'i 3 yoki 7 minut. Xo'sh, nima deysan? Shunda yarim tun bo'ladi. Birato'la uxlaymiz. Unday bo'lsa yana 3 daqiqam bor ekanda. Biz mana shunday kechasi bilan gaplashib chiqardik. Sen bilan ertaga yana ko'rsak bo'ladimi? Bunga nima deysan? Nega endi? Kechasi shunchaki kechasi gaplashsang boshqalar noto'g'ri tushunishi mumkin. Ota-onam mendan narigi xonada xavotir olma. Nima rostmi? Biz mana shunday hamma narsani unutgandik. Uni avval yoqtirmasam-da, u bilan gaplashish men uchun juda ham maroqli edi. Erta tongdan u bilan yana yuzma-yuz ko'rishdik. Biz uyalardik. Katta va yorug' xonada. Nima bo'ldi? Shunchaki charchaganga o'xshaysan. Sen ham. Mana shu kundan boshlab menimcha uni yoqtirib qola boshladim. Hoy. Xayrli tong. Sen kimsan? Men Yon Jahyunman, 5-sinfda o'qiyman. Ha, tushunarli. Menga Instagram akkauntingni bera olmaysanmi? Men telefonni ko'p tutmayman. Odamlarni kam qabul qilaman. Ha, tushunarli. Men seni do'stlarim safiga qo'shganman. Shunaqami? Unday bo'lsa ko'rishguncha. Yaxshi qolinglar. Ramyon yeyapsanmi? Sizlar bu yerda nima qilyapsizlar? Meni chagim meni ko'rgani keldi. Men sevgilimni ko'rgani keldim. Bizni bugungi rejalarimiz katta. Nimani ham reja qilardingiz bu yerda? Nega menga johil qilasan? Men shu yerda bo'lganda unday qilmasding.
Nima? Ha, men bilan Kimxona bizga qo'shila olmas ekan. Endi nima farqi bor? Muhimi, sizlar ikkingiz endi birgasizlar, to'g'rimi? Salom. 안녕. Salom. Unga bu yerda nima bor ekan? Yoqimli ishtaha tilayman. Rahmat. Nima qilyapsan? Yo, doimiy nimalar qilyapsan o'zi? Shu nihoyat isbotlading. Sen robot emas ekansan. 그지? Men hojatxonaga borib kelishim kerak. Buni qaranglar, yana adashyapti. Oy, shu hojatxona boshqa tarafda. Bu tarafda. Nihoyat o'zini haqiqiy odamdek tuta boshladi. U ham yoqimtoy yigit. Mayli, biz ketdik. Qayerga ketyapmiz? Internet kafega-da, yana-ya. 어제 Kecha gaplashgandek. 계속 말해. Javob bermaysanmi? 받아도 돼? Yo'q, shart emas. 민이야. Qo'ng'iroq qilayotgan men 안 ekan. 받아도 돼. Javob berishing shart emasmi? Ha, unga keyinroq qo'ng'iroq qilarman. Bu gapim bilan uni yoqtirishimni sezdirib qo'yyapman. Negadir menga yoqqan insonning qo'ng'iroqlariga javob bermayapman. Nega? O'tgan so'ng telefonda gaplashgandik. Menimcha unchalik ko'p gaplasha olmadik. Xo'sh, nima qilibdi? Endi ko'proq gaplashsak bo'ladimi? 어떻게 했을까? Bilmasam. O, Xana, haliyam shu yerdamisan? Seni ko'rganimdan xursandman. Ha, nima edi? 너는? Men uyga ketayotgandim. Haligi 혹시 menga raqamingni bersang degandim. Nega endi? U senga nega kerak? Menga raqamingni bersang qo'ng'iroq qilardim. Balki raqamingni yozib berarsan. Men senga kechroq qo'ng'iroq qilaman, xo'pmi? Maylimi? 넌? Nima? Ha. Bugungi issiq kunda yanayam qaynab ketayotganga o'xshayman. Bu tuyg'ular meni ado qiladi. Men senga yana qo'ng'iroq qilaman. Kechroq bo'ladimi? Nima, boshqasini sevib qoldimmi? Yaxshi. 그래. Sen menga yoqasan shekilli.